Ijtimoiy tarmoqlarda Jasmin Trans nomi bilan tanilgan Muzaffar Rahimov so'nggi vaqtlarda turli shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim manbalarda uning hozirgi holati tanib bo'lmas darajada ekani aytilmoqda. Rasmiy konsulxona va ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Muzaffar Rahimov va yana bir nechta nafar O'zbekiston fuqarosi giyohvand moddalar hamda psixotrop vositalarini noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinib, Turkiya huquq-tartibot doiralari tomonidan qo'lga olingan. Politsiya tomonidan o'tkazilgan tintuvlar davomida ashyoviy dalillar aniqlanib, ekspertiza uchun yuborilgan. Gumon qilinayotgan shaxslar 2025-yil 30-sentyabr kuni Istanbul shahrining Maltepe tumanining joylashgan yopiq turdagi jazoni ijro etish muassasasiga joylashtirilgan. Hozirda tergov jarayonlari davom etmoqda. Turkiya huquq organlari tomonidan rasmiy sud hukmi aniq jazo choralari haqida hozircha ommaviy axborot vositalarida ma'lumot berilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda Muzaffar Rahimov 15-20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligi haqida turli xabarlar tarqalmoqda. Biroq bu ma'lumotlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmagan bo'lib, faqat ijtimoiy tarmoqlardagi taxmin va shov-shuvli gaplar hisoblanadi. Rasman ma'lum qilinishicha, Muzaffar Rahimov Turkiyada tergov ostida saqlanmoqda. Sud hukmi chiqarilmaguncha u aybdor deb topilmagan va hozircha uning jazosi yoki taqdiri haqida aniq rasmiy qaror mavjud emas. Qamoqxonadagi holat haqida tarqalgan videolar va xabarlar esa rasmiy tasdiqga ega emas. Batafsil ma'lumotlarni video davomida ko'rib bilib chiqishingiz mumkin.